Salom aziz do'stlar. Bugungi videomiz juda muhim. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va bir soniyaga ham chalg'imang. Aynan hozir sizning oldingizda juda katta muammo turibdi. Bu sizning oilangiz budjetiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Agar siz aprel oyida bitta muhim ishni qilmasangiz, may oyida qo'shimcha to'lovingizni butunlay yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Bu nafaqat ayrim kishilarga, balki jamiyatimizning ko'plab qatlamlariga tegishli. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazishga yordam bering. Chunki bu har birimiz uchun nihoyatda dolzarb mavzu. Muammoning mohiyati shundaki, so'nggi paytlarda qonunchiligimizda jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Bilasizmi? Avvallari ijtimoiy yordam doirasidagi ko'plab qo'shimcha to'lovlar, ya'ni xalq tilida daplatlar deb ataladigan pul mablag'lari ma'lum bir muddatga, ba'zida avtomatik tarzda tayinlangan edi. Aytaylik, siz bir marta ariza topshirdingiz va ma'lum bir muddat davomida har oy qo'shimcha pul olardingiz. Bu muddati tugaganda ham ko'pincha tizim avtomatik ravishda uzaytirishga imkon berardi yoki qayta hujjat topshirish jarayoni juda soddalashtirilgan edi. Ba'zi hollarda hatto qo'shimcha to'lovlar doimiy xarakterga ega bo'lib, ular uchun qayta murojaat qilish shart emas edi, agar sizning hayot tarzingizda jiddiy o'zgarishlar bo'lmasa. O'sha paytlar ko'pchilik uchun ancha tinch va ishonchli edi. Biroq endi vaziyat tubdan o'zgardi aziz do'stlarim. Hukumatimiz ijtimoiy adolatni ta'minlash, mablag'larni maqsadli va samarali ishlatish maqsadida yangi tartib-qoidalar joriy etdi. Bu yangi qoidalar xususan aynan siz olib turgan yoki olishga haqli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarga bevosita ta'sir qiladi. Hozirda qo'shimcha to'lovlar faqat aniq belgilangan mezonlar asosida va faqatgina ularni tasdiqlash uchun tegishli choralar ko'rilgan taqdirda beriladi. Eng muhimi, endi ko'plab qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda uzaytirilmaydi va har yili yoki ma'lum bir davriylikda qayta tasdiqlanishi shart. Bu degani, agar siz ma'lum bir muddatda tegishli hujjatlarni topshirmasangiz yoki o'zingizning ehtiyojingizni qayta tasdiqlamasangiz, may oyidan boshlab bu muhim moliyaviy yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu o'zgarishlar sizni ogohlantirishsiz qoldirmaslik uchun men bugun sizga aynan nimaga e'tibor berish kerakligini, kimga bu qoidalar taalluqli ekanligini va nima qilish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Bu har bir kishining o'z shaxsiy mas'uliyatini talab qiladigan jarayon bo'lib qoldi. Keling, muammoni yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Kim aynan xavotir olishi kerak va kimga bu qoidalar umuman ta'sir qilmaydi? Avvalo, shuni ta'kidlashim kerakki, bu yangi tartib-qoidalar asosan ijtimoiy himoya doirasida beriladigan, ya'ni kam ta'minlangan oilalarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironligi bor shaxslarga, yolg'iz pensionerlarga va shunga o'xshash alohida ehtiyojli toifadagi fuqarolarga beriladigan qo'shimcha to'lovlarga tegishli. Bular masalan, bolalar nafaqalari, moddiy yordam puli, uy-joy kommunal to'lovlari uchun kompensatsiya yoki pensiya ustamalari kabi to'lovlar bo'lishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, agar siz oldinroq ma'lum bir muddatga, masalan, 6 oyga yoki 1 yilga ijtimoiy yordam yoki qo'shimcha to'lov tayinlangan bo'lsa va bu muddat aprel yoki may oylarida tugayotgan bo'lsa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Sizning arizangizning amal qilish muddati tugagan bo'lishi mumkin va endi uni yangi qoidalar asosida qayta rasmiylashtirish talab qilinadi. Ikkinchidan, agar siz o'tgan yili masalan yoz oylarida biron bir qo'shimcha to'lovga murojaat qilgan bo'lsangiz va sizga bu to'lov 12 oy muddatga tayinlangan bo'lsa, sizga hozircha xavotirga o'rin yo'q. Ammo siz ham qaysi oyda muddati tugashini aniq bilib qo'ying va o'sha oy kelishidan 1-2 oy oldin tayyorgarlik ko'rishni boshlang. Uchinchidan,
Agar sizning oilaviy ahvolingizda, daromadingizda yoki yashash sharoitingizda jiddiy o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, masalan, oila a'zolaringizdan kimdir ishga joylashgan bo'lsa, daromadingiz sezilarli oshgan bo'lsa, yoki aksincha, daromadingiz kamaygan bo'lsa, sizning holatingizni qayta baholash talab qilinishi mumkin. Shuning uchun, hatto muddatingiz tugamagan bo'lsa ham, holatingizni tekshirish uchun murojaat qilishingiz tavsiya etiladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchidan, agar sizning qo'shimcha to'lovingiz doimiy tusga ega bo'lsa, masalan, ba'zi turdagi nogironlik nafaqalari yoki qonun bilan belgilangan doimiy imtiyozlar bo'lsa, sizga hozircha bu yangi qoidalar bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin, shuni ham esdan chiqarmangki, qonun hujjatlaridagi o'zgarishlar har qanday vaqtda sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun doimo ogoh bo'lish zarur. Ikkinchidan, agar siz olib turgan qo'shimcha to'lov yoki pensiya ustamasi sizning yoshingizga, mehnat stajingizga bog'liq bo'lib, ijtimoiy himoya agentligining maxsus tizimida avtomatik tarzda hisoblanadigan bo'lsa, sizga hujjatlarni qayta topshirish shart bo'lmasligi mumkin. Bu asosan umumiy pensiya to'lovlariga tegishli. Uchinchidan, agar sizning muddat tugashiga hali uzoq bo'lsa, masalan, kelgusi yilning boshlarida tugaydigan bo'lsa, hozirgi kunda sizga shoshilinch choralar ko'rish shart emas. Lekin baribir bu video siz uchun ham muhim. Chunki siz o'z vaqtida nima qilish kerakligini bilib olasiz. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Shunda vaziyat sizga yanada aniqroq bo'ladi. Misol 1. Kam ta'minlangan oila. Tasavvur qiling, 4 kishilik bir oila bor. Ota-ona va 2 voyaga yetmagan farzand. Bu oila o'tgan yil oktyabr oyida kam ta'minlangan deb tan olingan va ularga har oy 5,000 so'm miqdorida moddiy yordam hamda bolalar nafaqasi tayinlangan. Bu to'lovlar 6 oy muddatga, ya'ni aprel oyining oxirigacha amal qilish muddati bilan belgilangan edi. Eski qoidalarga ko'ra, oilaning ahvoli o'zgarmagan bo'lsa, ko'pincha bu to'lovlar avtomatik ravishda uzaytirilardi yoki shunchaki bir qisqa ariza bilan muddatni uzaytirish mumkin edi. Ammo yangi qoidalar bo'yicha bu oila aprel oyi davomida qayta ariza topshirishi, oxirgi tverti oydagi daromadlari haqida ma'lumotlarni taqdim etishi, uy-joy va mol-mulkiga oid ma'lumotlarni yangilashi shart. Agar ular aprel oyida buni qilmasalar, may oyidan boshlab 500 so'm puldan mahrum bo'lishadi. Bu ularning oila byudjetiga, masalan, oziq-ovqat yoki bolalarning maktab xarajatlariga juda jiddiy ta'sir qiladi. Hatto agar ularning daromadi biroz oshgan bo'lsa ham, masalan, oyiga 1.5 million so'mdan 1.8 million so'mga chiqqan bo'lsa ham, lekin bu ularning kam ta'minlanganlik mezonlaridan chiqishiga olib kelmasa, ular baribir hujjatlarni yangilab, yordam olishda davom etishlari mumkin. Asosiysi, o'z vaqtida harakat qilish. Misol 2. Yolg'iz pensioner. Keling, yolg'iz yashovchi 75 yoshli pensioner ayol Xolida buvini olaylik. Uning pensiyasi 1.2 million so'm. Unga mahalliy hokimiyat tomonidan ijtimoiy himoya agentligi tavsiyasi bilan har oy 200 so'm miqdorida kommunal to'lovlar uchun qo'shimcha kompensatsiya tayinlangan edi. Bu kompensatsiya har yili mart oyida qayta tasdiqlanardi. Bu yil ham mart oyida Xolida buviga bu to'lovni davom ettirish uchun murojaat qilish kerakligi haqida ogohlantirish kelgan. Eski tartibda mahalladagi ijtimoiy xodimlar uning uyiga borib, hol ahvolini o'rganib, hujjatlarni o'zlari rasmiylashtirib berishardi. Lekin hozir bu mas'uliyat ko'proq Xolida buvining o'z zimmasiga yuklatildi. Agar u aprel oyida tegishli hujjatlarni pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga topshirmasa, may oyidan boshlab har oylik 300 ming so'm kompensatsiyadan mahrum bo'ladi. Bu 300 ming so'm uning uchun juda muhim, chunki u nafaqat kommunal xarajatlarni qoplashga yordam beradi,
balki dori-darmon yoki oziq-ovqat uchun ham ishlatiladi. Agar u aprelda ariza topshirsa va uning daromadi o'zgarmagan bo'lsa, bu to'lov bemalol davom ettiriladi. Misol turi, nogiron farzandi bor oila. Oila tarkibida nogironligi bor farzand bo'lgan oilalar uchun ba'zi bir qo'shimcha yordamlar mavjud. Masalan, ularga bolalar nafaqasi ustiga erta nogironligi bo'lgan bolani parvarishlash uchun qo'shimcha to'lov beriladi. Faraz qilaylik, 3 yoshli nogironligi bor farzandi bor bir oila har oyda 300,000 so'm miqdorida umumiy nafaqa va qo'shimcha yordam oladi. Ularning bu yordami 2023 yil noyabr oyida tayinlangan va 12 oy muddatga amal qiladi. Demak, ularning muddati 2024 yil noyabrda tugaydi. Bu oila uchun aprel oyida shoshilinch ravishda hujjat topshirish shart emas. Ularga sentyabr-oktyabr oylarida murojaat qilish kerak bo'ladi. Biroq, agar ular boshqa turdagi qo'shimcha to'lov, masalan, uy-joy sotib olish uchun subsidiya yoki ijtimoiy uy-joy ijarasi kompensatsiyasi olishgan bo'lsa va bu subsidiyaning muddati aprel-may oylarida tugayotgan bo'lsa, ular ham yuqorida aytib o'tilgan qoidalar asosida harakat qilishlari shart. Bu oilalar ham o'z imtiyozlarining qachon tugashini va qachon qayta tasdiqlashlari kerakligini aniq bilishlari kerak. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek vaziyat har bir kishi uchun individual bo'lib, o'z holatingizni to'g'ri baholash muhim. Bu qo'shimcha to'lovlar sizning hayotingizda sezilarli o'rin tutishi mumkinligini unutmaslik kerak. Keling, endi bu qoidalardagi istisnolar, yashirin tuzoqlar va diqqat qilinishi lozim bo'lgan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Ko'pincha qonunlarda hamma uchun bir xil bo'lmagan, lekin ma'lum sharoitlarda katta ahamiyatga ega bo'lgan jihatlar mavjud. Istisnolar. Ba'zi toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha to'lovlarni qayta rasmiylashtirish jarayoni soddalashtirilgan yoki umuman avtomatik tarzda amalga oshirilishi mumkin. Masalan, firibchi va ikkin guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan ayrim oilalar yoki davlatning to'liq ta'minotida bo'lgan shaxslar uchun hujjatlarni qayta topshirish talab qilinmasligi mumkin. Bu ularning sog'lig'i yoki ijtimoiy ahvoli doimiy xarakterga ega ekanligi bilan izohlanadi. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, bu ham to'lov turiga bog'liq. Agar nogironlik nafaqasi avtomatik uzaytirilsa-da, boshqa bir, masalan, turar joy kompensatsiyasi uchun qayta ariza berish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi bilan bog'lanib, o'zingizning aniq vaziyatingizni tushuntirib, maslahat olish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Menga tegishli emas deb o'ylashdan ko'ra, bir bor so'rab olgan afzal. Yashirin tuzoqlar va e'tibor berish kerak bo'lgan nozik jihatlar. 1. Muddati o'tkazib yuborish. Eng katta tuzoq bu arizani topshirish muddatini o'tkazib yuborish. Agar siz aprel oyida hujjatlarni topshirishga ulgurmasangiz, may oyida qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lasiz. Va undan keyingi oylarda bu to'lovni qayta tiklash uchun qayta ariza berishingizga to'g'ri keladi. Bu esa biroz vaqt talab qiladi. Va bu muddat ichida siz yordamsiz qolishingiz mumkin. Bu sizning oilangizga moliyaviy zarba berishi mumkin. Shuning uchun kalendaringizga belgi qo'ying, eslatmalar o'rnating, oila a'zolaringizga ayting, lekin muddatni esdan chiqarmang. 2. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar. Arizaga noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlarni kiritish ham xuddi muddatni o'tkazib yuborish kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, sizning daromadingiz haqida noto'g'ri ma'lumot kiritdingiz yoki oila a'zolaringizning sonini noto'g'ri ko'rsatdingiz. Bu nafaqat arizaning rad etilishiga, balki kelajakda ijtimoiy yordam olishda muammolar paydo bo'lishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Hatto eng kichik xato ham, masalan, familiyangizdagi bir harfning noto'g'ri yozilishi ham
jarayonni sekinlashtirishi yoki arizani rad etilishiga olib kelishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni 2 marta tekshiring. 3. Yashirin daromadlar. Ba'zilar o'z daromadlarini to'liq oshkor qilmaslikka urinishadi. Biroq davlat organlari hozirda turli ma'lumotlar bazalarini integratsiya qilishgan va sizning bank hisob varaqlaringizdagi harakatlar, to'langan soliqlar, avtomobil yoki ko'chmas mulk egaligi haqidagi ma'lumotlarni osonlikcha tekshira oladi. Agar siz yashirin daromadga ega bo'lsangiz va uni deklaratsiya qilmasangiz, bu nafaqat arizangizning rad etilishiga, balki noto'g'ri ma'lumot berganlik uchun javobgarlikka ham tortilishingizga olib kelishi mumkin. 4. Mulkning o'zgarishi. Agar siz o'tgan yili biron bir ko'chmas mulkni sotib olgan yoki sotgan bo'lsangiz, yoki avtomobilga ega bo'lgan bo'lsangiz, bu haqida ham ma'lumot berishingiz shart. Ba'zan kichik bir yer uchastkasini sotib olish yoki biron bir mulkni ijaraga berishdan olingan daromad ham umumiy ahvolga ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotlar sizning ehtiyojingizni baholashda muhim ahamiyatga ega. 5. Oila tarkibining o'zgarishi. Oila a'zolaridan kimdir boshqa joyga ko'chib o'tdimi? Yoki aksincha, oilangizga yangi a'zo qo'shildimi? Masalan, turmush qurish, ajrashish, farzand tug'ilishi. Bu ham qo'shimcha to'lov tayinlash mezonlariga bevosita ta'sir qiladi. Hatto vaqtincha birga yashash ham, masalan, qaynonangiz yoki qaynotangizning siz bilan birga yashashi ham oilaning umumiy daromadini hisoblashda inobatga olinishi mumkin. Bu jihatlarni ham aniq ko'rsatish zarur. Silti. Mavsumiy daromadlar. Ba'zi fuqarolar mavsumiy ishlarda, masalan, dehqonchilikda yoki qurilishda band bo'lishadi. Ularning daromadlari yilning ma'lum oylarida yuqori bo'ladi. Boshqa oylarda esa umuman bo'lmasligi mumkin. Bu holatda oxirgi tvili oydagi o'rtacha daromad hisobga olinadi. Shuning uchun, agar sizda mavsumiy daromad bo'lsa, barcha daromadlarni aniq ko'rsatish va bu haqida tushuntirish berish muhim. Mavsumiy ishdan olingan daromadni yashirishga urinmaslik kerak. 7. Bank depozitlari va foizlar. Agar sizning bankda sezilarli miqdorda depozitingiz bo'lsa va undan foiz daromadi olsangiz, bu ham sizning umumiy daromadingizga kiradi. Ko'pchilik buni daromad deb hisoblamaydi. Ammo ijtimoiy yordam tizimida bu ham inobatga olinadi. Shuningdek, qarzga pul berishdan olingan foizlar ham nazardan chetda qolmaydi. Bu nozik jihatlarni e'tibordan chetda qoldirmaslik, sizning arizangizning muvaffaqiyatli ko'rib chiqilishi va qo'shimcha to'lovni saqlab qolishingiz uchun juda muhimdir. Har bir detalga jiddiy yondashish sizni ortiqcha bosh og'riqlar va pul yo'qotishlardan qutqaradi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Siz bu qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lmaslik uchun aniq nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Nimalarni yozish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1. Birinchi qadam. Vaziyatingizni aniqlashtiring. Avvalo, siz o'zingizga qanday turdagi qo'shimcha to'lovni olayotganingizni va uning amal qilish muddatini aniq bilishingiz kerak. Bu ma'lumotni avvalgi arizangizdan yoki sizga kelgan xabarnomadan bilib olishingiz mumkin. Agar eslay olmasangiz, darhol Davlat xizmatlari markaziga, DXM, pensiya jamg'armasiga yoki mahallangizdagi ijtimoiy xodimga murojaat qiling. Ulardan o'zingizning holatingiz bo'yicha aniq ma'lumot oling. Mening ijtimoiy yordamim /qo'shimcha to'lovimning muddati qachon tugaydi? Uni uzaytirish uchun nima qilishim kerak degan savolni bering. 2. Ikkinchi qadam. Kerakli hujjatlarni to'plashni boshlang.
Bu eng ko'p vaqt talab qiladigan qism bo'lishi mumkin. Shuning uchun zudlik bilan boshlang. Quyidagi hujjatlar ro'yxati sizga yordam beradi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Sizning va oila a'zolaringizning shaxsiy ma'lumotlari. Agar oila a'zolarining pasporti bo'lmasa, ularning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Nikoh qayd etilganligi haqidagi guvohnoma. Agar turmush qurgan bo'lsangiz. Bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar voyaga yetmagan farzandlaringiz bo'lsa. Oxirgi 12 oydagi daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingizdan olingan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Oylik maoshi, mukofotlar va boshqa to'lovlar ko'rsatilgan holda. Agar tadbirkor bo'lsangiz, Davlat soliq inspeksiyasidan daromadlar deklaratsiyasi nusxasi. Agar nafaqa yoki stipendiya olsangiz, uni tasdiqlovchi hujjat. Agar ijara daromadingiz bo'lsa, ijara shartnomasi va buxgalteriya hisoboti. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ishsiz sifatida ro'yxatga olinganligingiz va nafaqa olmaganligingiz to'g'risida ma'lumotnoma, agar mavjud bo'lsa. Mol-mulk to'g'risidagi ma'lumotlar. Kadastr agentligidan sizning nomingizda yoki oila a'zolaringiz nomida turar joy yoki boshqa ko'chmas mulk borligi yoki yo'qligi haqidagi ma'lumotnoma. Avtomobil egaligi haqida ham ma'lumot so'ralishi mumkin. Bank hisob varaqlari haqidagi ma'lumotlar. Agar bankda sezilarli miqdorda pul depozitingiz mavjud bo'lsa, bankdan ma'lumotnoma. Oilaning yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Mahalla fuqarolar yig'inidan MFY olinadi. Arizoning standart shakli. Bu shaklni siz DXM da yoki pensiya jamg'armasida olishingiz mumkin. 3. Qadam. Arizoni to'g'ri to'ldirish. Ariza shaklini diqqat bilan o'qing. Har bir bo'limni to'liq va aniq to'ldiring. Ayniqsa daromadlar va oila a'zolari tarkibi haqidagi ma'lumotlarni ehtiyotkorlik bilan kiriting. Agar biron bir joy tushunarsiz bo'lsa, DXM xodimlaridan yordam so'rang. Ulardan xato qilmasdan to'ldirishga yordam berishlarini so'rang. Hech qanday ma'lumotni ataylab yashirishga urinmang. Chunki bu keyinchalik jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Barcha ma'lumotlar haqiqatga mos kelishi kerak. 4. Qadam. Arizani topshirish. Barcha hujjatlarni to'plab, arizani to'ldirgandan so'ng, uni shaxsan Davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasining tegishli bo'limiga topshiring. Ba'zi hollarda, agar sizning hududingizda mavjud bo'lsa, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn ariza berish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Lekin eng ishonchli yo'l bu shaxsan borib topshirish va qabul qilinganligi haqida tasdiqlash varag'ini olishdir. Topshirishda qabul qiluvchi xodimdan hujjatlaringizning to'liqligini va to'g'riligini tekshirishni so'rang. Bu sizni ortiqcha tashvishlardan xalos qiladi. 5. Qadam. Muddatni yodda tuting. Arizani topshirishning oxirgi muddatini esingizdan chiqarmang. Odatda, agar siz may oyida qo'shimcha to'lovni yo'qotmaslikni istasangiz, aprel oyining oxirgi ish kuniga qadar barcha hujjatlarni topshirishingiz shart. Misol uchun, agar sizning to'lov muddatingiz aprel oxirida tugayotgan bo'lsa, aprel oyining 1-haftasidanoq harakatni boshlang. Oqsizgi kungacha qoldirmang. Chunki kutilmagan to'siqlar, masalan, tizimda nosozliklar yoki hujjatlarni yig'ishdagi qiyinchiliklar sizga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu qadamlarni bajarish sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhimdir. Unutmang, har bir o'tkazilgan kun yoki e'tiborsiz qoldirilgan hujjat sizga qo'shimcha to'lovingizni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin.
Hurmatli do'stlar, umid qilamanki, bu batafsil ma'lumotlar sizga yordam beradi va siz aprel oyida kerakli choralarni ko'rib, may oyida qo'shimcha to'lovingizni bexavotir qabul qilasiz. Bu juda muhim mavzu bo'lib, har bir oilaning hayotiga ta'sir qiladi. Hozirgi iqtisodiy sharoitda har bir so'm muhim ahamiyatga ega ekanligini unutmaylik. Shuning uchun yana bir bor takrorlayman. O'z vaziyatingizni aniqlashtiring, hujjatlaringizni to'plang, arizangizni to'g'ri to'ldiring va belgilangan muddatda topshiring. Bu sizning qo'lingizdagi imkoniyat. Siz qanday turdagi qo'shimcha to'lovlarni olasiz? Sizda qanday savollar yoki muammolar paydo bo'ldi? Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni va tajribalaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring, chunki kimdir bu ma'lumotni bilmasligi mumkin. Eng muhimi, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.